allergiya insonni nogironlikka olib borishi mumkin. Oddiy allergiya shu insonni nogironlikka olib boradi desak, juda ko'pchilik ishonmaydi. Bizda bemor kelgan, ko'rganmiz, shu bronxial astma hamroh rinit bo'lgan. Shuni davolanmagan hisobiga davolangan, betartib davolangan, har xil ukollar, boshqa narsalar olib yurgan. Bemor umuman ishga layoqatsiz bo'lib qolgan. Hozir o'zlari aytib beradi. Yoshlari Maftun opa 89-yil ekansiz. Holat kelganda ish qilarmidingiz? Yo'q. Ishlar. Uy mehnatlari shipirsid ular. Ha, qilardim. Qanaqa? Bemalol kuchingiz yetarmidi, yetmasmidi? Charchab qolardim. Entikish, qansirash. O'zi uydagi ishlarni ham o'sha qila olmaslikda kuchingiz yetmasdi. Bizlar shuning uchun aytamiz, endi xudo xolisa efulin, deksametazollar oldingizmi, ukollar olmadingizmi? Qanaqa olardingiz? O'zingiz qilib olaverardingiz olib kelib. Olardim, bir kun ta'sir qilardi, ertagina o'sha ahvol. Ha, doktor yozib bermasa ham o'zingiz olaverardingiz. O'zim doktor edim. Bemor o'ziga o'zi doktor bo'lib qolgan. Efulin, deksametazollar biz har doim aytamiz, bemorlarga olmanglar deb. Xudo xolisa holatlari yaxshi, nafasingiz qismayapti. Yo'q. O'sha hamma ishni qilyapsiz, akami hamma ishlari bo'layapti. Uylarda hammasini qilyapsiz. Qansirash yo'q. Bolalarga ham qarayapsiz. Hammasi joyida.